Do'stlar, xabaringlar bor, Rossiyada juda ko'p vaqt yashaganmiz. Shu Rossiyada yashagan paytimiz shu serokdan doim yardim. O'zbekistonda bo'lmasa kerak deb o'ylasam, Musa kompaniyasi ishlab chiqar ekan. Hozir yeb ko'raman. Marojnaga o'xshaydi. Uzumga o'xshagan mitticha. Bismillah. Muzdakkina ekan. Ben. Yeysizmi? Mazza. Hammalarga tavsiya qilib qolaman. Judayam mazza. Meni podдержка qilayotgan hammalarga kattakon rahmat. Shu videoga bitta like bosib, kommentariyada keyingi videoda nima berishimni yozib oling.